Assalomu alaykum. Intimakda xabarlar dasturi studiyada Davron Nasibxonov. Bugungi dasturimizda Rossiya muhojirlarni muddatsiz patentga o'tkazmoqchi. O'shda qurilishi butgan Falk shahar kunini kutib ochilmay turibdi. Yemi tuni ayollar ko'rib qoladi. Ularni men mashinaga park keladilar. O'smirlar orasida ro'yxatga olingan jinoyatlarni ozaytirishga mo'ljallangan qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Ma'ni berib, ko'proq ko'ngil burib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Dasturimizni boshlaymiz. Rossiya muhojirlarni muddatsiz patentga o'tkazadi. Rossiyaning Federal migratsiya xizmati chet ellik ishchilarni ishga berilgan ruxsatnomasini uzaytirishdan ozod qilish to'g'risida qonun loyihasini ishlab chiqdi deb yozadi Izvestiya gazetasi. Bugungi kunda Rossiyada patent 3 oyga beriladi. Agar ishchi faoliyatini davom ettirsa, rahbariyat 3 kunning ichida ishchining arizasi va boshqa tegishli hujjatlarni ko'rsatib, Federal migratsiya xizmatining hududiy organini xabardor qilishi kerak edi. Ariza bermagan ishxona egalari 500 ming rublgacha bo'lgan jarima pulini to'lash kerak bo'ladi. Federal migratsiya xizmati Rossiyada yurish yoki yashash muddati borasidagi cheklovni olib tashlashni rejalashtirmoqda. Ma'lumotga ko'ra, yangi qonun loyihasida ishxona egasining arizasi ham talab qilinmasligi ko'rsatilgan. Chunki tegishli ma'lumotlar soliq xizmatiga kelib tushib, muddati avtomat tarzda uzaytiriladi. So'nggi 10 kun ichida respublika hududida yuz bergan jinoyatlar oqibatida 10 o'spirim halok bo'lgan. Oxirgi vaqtlarda yosh bolalar bilan bog'liq bunday voqealarning ko'payishidan vitse-premyer ministr Abdurahmon Mamataliyev tarbiyaviy ishlarni olib bormagani uchun javobgarlikka tortish to'g'risidagi qonun loyihasini tayyorlash topshirmasini bergan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Hozirgi vaqtda o'smirlar orasida jinoyat ishlari ko'p ro'yxatga olinmoqda. Kecha tunda bu kabi voqealarning biri Bishkek shahrida yuz berdi. Shahar militsiyasining ma'lumotiga ko'ra, ishdan qaytib kelgan ota-ona o'z uyidan o'g'lining jonsiz tanasini topishgan. Vafot etgan bola 7-sinf o'quvchisi bo'lgan. Oldindan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bola o'zini o'zi otib olgan bo'lishi mumkin. O'shda esa bu kabi voqea so'nggi marotaba 22-sentyabrda ro'yxatga olindi. Arivon rayonida 5 yoshdagi bolani 9-sinf o'quvchisi oyoq-qo'lini bog'lab, o'z uyidan 3-4 uy naridagi makkapoyalar orasiga olib borib tashlagan. Hozirgi vaqtda vafot etgan bolaning o'limi bo'yicha ekspertiza ishlari olib borilmoqda. Gumondor esa vaqtincha ushlash joyida tergov qilinmoqda. Bu yerga belgilagan narsa bu o'g'ir qilmishlarni jasagan bo'lsa, 14 yoshdan qilmish jo'g'ini tartiladi. O'shanda bu bola 15 yoshga chiqqandan to'liq mizon chegida javobgarlik tortadi. 19-sentyabr kuni Jumg'aldagi 9-sinf o'quvchisi 10-sinf o'quvchisidan ko'kragiga musht deb vafot etgan. Biroz vaqt avval esa Bishkekdagi 10-11-sinf o'quvchilari mushlashib, 3 nafari pichoqdan jarohatlanib kasalxonaga tushgan bo'lsa, 18 yoshdagi Marat o'g'li Qayrat olgan jarohati tufayli vafot etgan. Bu kabi voqealar ko'p ro'yxatga olinganligi sabab vitse-premyer ministr Abdurahmon Mamataliyev tarbiya ishlarini olib bormaganligi uchun tegishli insonlarni javobgarlikka tortish ko'zda tutilgan qonun loyihasini tayyorlashni Ichki ishlar ministrligiga topshirgan. O'spirinlarning arasida o'limlar az bo'lishi uchun o'shanda qirchiqlar bo'lishi uchun azaytish uchun ushul maydon dolborlari qaralyapti. O'shandaqdan biz bu kunda hukumat tarafidan narsalar qilinyapti. O'qituvchilar o'smirlar orasida bu kabi ishlarning ko'payishini oiladagi tarbiya nochor bo'lishi bilan izohlaydi. Sababi bola birinchi tarbiyani oiladan olish kerak. Ministr chiqargan loyiha o'z kuchiga kirib, qonun asosida tarbiyalanuvchilar jazoga tortilgani yaxshi ekanligini ta'kidlaydi o'qituvchi Gulbarchon Xo'jabekova. Ma'ni berib, ko'proq ko'ngil burib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Себеби ал киноны көрүп атканда кайсыл жеринде кандай өзгөрүүгө учурап атат. Мисалы үчүн азыр телевизорлордо мультфильмдер бар, аябай бир көрсөң көнүң айлана турган мультфильмдер бар. Ошолорду көрүп деле бала сыртка чыгып, досторуна дагы ошондой аракет кылып көрүшөт экен. Qonun loyihasi hozirgi vaqtda Ichki ishlar ministrligi tomonidan ishlab chiqilmoqda. Tayyor bo'lgandan keyin hukumat e'tiboriga havola etiladi. Hukumatning oldindan bergan ma'lumotiga ko'ra, loyiha 1 oy davomida tayyor bo'lish kutilmoqda. Majnun Ulug'bek, Merim Jaqipov, Aybek Bedelbekov, Intimaq. Gaz bahosi 70 tiyinga qimmatladi. Bu haqda Gazprom Qirg'iziston ishxonasi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, oktyabrdan boshlab aholi uchun 1 kubometr gazga 15 so'm 60 tiyin, sanoat ishxonalari, tijoriy ishxonalar va budjetga qarashli tashkilotlarga qo'shimcha narx solig'ini hisobdan 1 kubometrga 19 so'm
to'lanadigan bo'ldi. O'sh shahrining To'laykan qishloq hukumatida qurilishi 3 oy avval bitgan FAB foydalanishga berilmay turibdi. Ishlashga tayyor turgan ishxona rasmiy ochilish o'tkazilmagani bois foydalanishga topshirilmayapti. Aniqrog'i shahar meri kelib, ochilish marosimini o'tkazib berishi kutilmoqda. FABga muhtoj bo'lgan aholi esa merning bo'shashini kutib o'tirishibdi. Edelveys qishlog'idagi yashovchilar shifokor nazoratidan o'tish uchun O'sh shahridagi kasalxonalarga borishar edi. Shaharga borib nazoratdan o'tishdan charchagan yashovchilar 5 yil avval FAB qurish loyihasini qo'lga olishgan. Bu borada bir necha marotaba mahalliy hukumatga murojaat qilishgan. Harakatlar natijasida qurilish ishlari joriy yilning mart oyida boshlanib, iyun oyida bitkazilgan. Lekin oradan 3 oy o'tgan bo'lsa ham foydalanishga topshirilmagan. 3000 ga adam yashaydi. Buning ko'pchiligi pensionerlar, qariyalar, aldı 113 ga chiqqan ayollar har yerga borib turtkuni jeb, eптеп, septep keldik. Emi tuni ayollar töröp qalat. Ularni men mashinada parib keletilim. Qariyalar yuragi qarmab qoladi. Mazkur qishloq shahardan 20 kilometr uzoqlikda joylashgan, shu sabab og'ir ahvoldagi bemorni kasalxonaga olib borish qiyinchilik yaratadi. Kasalxonaga yetmay vafot etgan vaziyatlar ham bo'lgan. Yashovchilar foydalanish uchun tayyor bo'lgan bino ochilmayotganligidan norozi bo'lishmoqda. Tibbiy markaz esa rasmiy ochilishi bo'lmaganligi uchun foydalanishga topshirilmagan. Aniqroq aytganda, mer kelib ochilish marosimini o'tkazish kerak. Shu nima olgani ham tezroq ochilish bo'lsa yaxshi bo'ladi bizga. Ana mana kechasi baldarimiz o'rib qolgan. Nima ускорийni chaqirsak, ускорий kelmaydi ekan. Meriya shu nima qilsalar, vaqtini topib kelsa kerakdir. Kelib ochilish qilib beradi-ku. Vrach жоқ болып атады. Ошо медсестра айлығы жақсы емес, аз деп атат да. 4,5 мың айлық деп атат, бирок аз деп атышат да. Көп болсо келип иштейт элек deyishib atadi. Felcher akusherlik punktiga muhtoj bo'lgan yashovchilar merning bo'shashini kutishmoqda. Shahar rahbariyati esa tibbiy markaz ochilmayotganligiga merning aloqasi yo'q ekanligini bildirishdi. Shunchaki shahar kuni munosabati bilan ochilish marosimini o'tkazish rejalashtirilgan. Bundan tashqari davlat komissiyasi binoni tekshirish ishlarini hali yakunlamagan. Birinchidan men sizlarga aytib qo'yishim kerak, al o'ta tezlik bilan 2-3 esa o'zining vaqtini tez bitirdik-da. Hozir bugungi kunda o'sha zdaniyani birinchi кезекте foydalanib berish uchun go'skomissiya qabul qilish kerak. Qabul ishlari bugungi kunda yurib o'tadi. Bitkazsa, Xudo bersa, shahar kunni. Bütün shunday obyektlarning barini dard etamiz. Bu 29-oktyabr taqdim etganda, mana o'sha kunlarga bir gana olib FAP emas, buna ona nima var, Turan аймақтық kengashida var. Daha bir to'p shunday obyektlarimiz bor. Shahar kunida bardigi muazzam chegda ishlaydi. O'rmonov bu kabi qurilish ishlari Edelveys qishlog'iga birinchi marotaba qurilayotganligini bildirdi. Mablag' O'sh shahar meriyasi va Aris dasturi tomonidan ta'minlangan. O'sh shahar meriyasidan xabar qilishganda, feldsher akusher punktini 29-oktyabrda tantanali ravishda mer ochib beradi. Madina Ulug'bek qizi Cho'lpon Qalbek qizi Munar Arzbek o'g'li Intimaq. O'sh oblast hududidagi 16 yordamchi transformatorni ta'mirlash ishlari yakunlandi. Shu bilan birga O'sh va Batken oblastlaridagi eski kabel simlari ham ta'mirlandi. Bu haqda O'sh elektro ochiq hissadorlik jamiyatining matbuot kotibi Talg'at Alixanov Intimaqqa bildirdi. Biz shaharda ta'mir talab bo'lgan transformatorlarni simlarni almashtirdik. Mazkur ishlar O'sh va Batken oblastlarida ham olib borildi. Qolgan ta'mirlash kerak bo'lgan uskunalarni qish mavsumigacha nazoratdan o'tkazamiz, deydi Talg'at Alixanov. Ta'kidlab o'tsak, O'sh elektro ochiq hissadorlik jamiyati O'sh Batken oblaslarini va O'sh shahrini elektr bilan ta'minlaydi. Bugun xalqaro qariyalar kuni, shu munosabat bilan hududlarda bayram tadbirlari bo'lib o'tdi. Jallobod shahridagi 100 dan ortiq qariya uchun dasturxon yozilib, konsert dasturi taqdim etildi. Suzoq rayonidagi qariyalar uyiga mahalliy hukumat vakillari tashrif buyurib, u yerdagi yashovchilarni tabriklashdi. Shuningdek, qariyalar uchun olib kelingan sovg'alar topshirildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. 73 yoshdagi Alimjon To'xtaboyev ayoli O'rinxon Pozilova bilan qariyalar uyida tanishib, oila qurishgan. Ikkisini bir oila bo'lganiga bu yil 14 yil bo'ldi. Orada bir o'g'illi bo'lishgan. Yulduzga to'g'ri kelib oila qurganlar bir-birini yaxshi tushunishadi. Hamisha bir-biriga maslakdosh. Ayoliga doimo bayram kunlari, tug'ilgan kunlarda sovg'ani kanda qilmaydi. Kelgenimen 2 yıldan keyin Orunxon menen joluguşup kalıp, jaqtırıp, turmuş kurduk. 14 yıldan beri birge yaşap kele jatabız. Bir balalı bolgonbuz, birok uğulubuz kaza bolup kaldı.
жакшы жашап жатабыз. Бул жердеги бизге карагандарга дагы рахмат. Oğul balalı. Şöylekilerge bağırdığına kattadan katta rahmatlar da aytабыз. Öldü 25'imde. Apam ölgenden. Эжем каза болуп калгандан кийин 25 жашымда бул жерге келгем. Келип өмүрлүк жолдош таптым. Мага жардам берчү эле, чогул сейилдеп жүрчү элек. Кийин бири-бирибиздин мүнөзүбүздү жакшы түшүнүп калдык. Bilip koyamam da bu karakterini başkasını. Suzoqdagi qariyalar uyida hozirgi kunda 93 ta qariya bo'lib, barchasi bir-biri bilan ahil-inoqlikda bir oiladek yashashadi, qadrdon do'stlardek sirlashadi. Bir tomondan bu yerdagilar hamma o'ziga sirdosh topilganidan xursand. Bu yerda yashaganlar baribizle bir-birimizni so'rashib, sen ne gelding deb bir-birimizning ahvolimizni so'rab, gede yilab qolamiz, gede suyunib qolamiz, shunday bir tuğanday olup yaşayız. Hiç birbirimiz bilen bir karşıcılık, vuruşup talaş, birbirimizge bir jamandık, hiç neme yok. Vardık ile jakşı gülüp çayna öyle, o vakti saati bilen ovqat içeriz. Bugungi kunda qariyalar kuni munosabati bilan yashovchilarni bu kun bilan tabriklab, mahalliy hukumat vakillari ham kelishdi. Bayram munosabati bilan ular hurmatiga dasturxon yozilib, mehmon qilindi. Bizge emi özüңүздөргө белгилүү болгондой көпчүлүгүңүздөр жылда келип атасыздар. Бул бизге традицияга айланып калган жылда 1 октябрь бүткүл дүйнөлүк каралар күнүнө карата ушинтип областыбыздын жетекчилиги менен, районубуздун жетекчилиги менен мекеме уюмдардын жетекчилерин жана мекеме уюмдардын кызматкерлерин уюштуруп, бизге убактыларын бөлүшүп, колдон келген каражаттарын алып, биздин ушул Сузактагы улгайган адамды жарандардын социалдык стационардык мекемесинде дагы чоң майрам болуп атат. Bundan tashqari Jallobod shahridagi 70 dan ortgan oqsoqollar uchun dasturxon yozildi. Tadbir shahar meriyasi tomonidan tashkil etilib, 100 dan ortiq qariya taklif etilgan. Tadbir konsert dasturi bilan davom etdi. Qirg'izistonda SIM kartalarni ro'yxatdan o'tkazish 2016-yilning 1-fevraligacha jildirildi. Bu haqda Davlat aloqa agentligi bildirdi. Bu vaqtgacha belgilangan muddat aloqa operatorlar assotsiatsiyasining iltimosi bilan 2015-yilning 1-avgustidan 1-oktyabrgacha uzaytirilgan edi. Bugungi kunda umumiy abonentlarning 1,82,601 nafari SIM kartalarini ro'yxatdan o'tkazmagan. Shu sabab aloqa operatorlari uyushmasi SIM kartalarni ro'yxatdan o'tkazish muddatini uzaytirish bo'yicha murojaat qilishdi deyiladi bildiruvda. Ro'yxat muddati tugagach ro'yxatdan o'tmagan foydalanuvchilar o'z raqamlarini qayta tiklay olmasliklari aytilmoqda. Endi xorijiy yangiliklarga navbatni beramiz. Britaniya arxeologlari Yegipetdagi Luksor hududidan qadimgi Yegipet malikasi Nefertitining tosh gumbazini izlashmoqda. Mutaxassislarning aytishicha, u faraon Tutanxamon qo'yilgan yerda bo'lishi mumkin. Ko'p yillardan beri jumboqqa aylangan malikaning gumbazini zamonaviy texnikalar yordamida izlanmoqda. 3 o'lchamdagi lazerli jihoz devorning ortini ochiq yoritib bera oladi. Britaniyalik arxeolog Nicholas Rivers Misrdagi Luksor shahanshohi vodiysiga keldi. Uning maqsadi bir necha asrlardan beri sirliligicha qolgan qadimiy Misr malikasi Nefertetning maqbarasini izlashdir. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, malikaning qoldiqlari uning asrandi o'g'li Tutanxamonning maqbarasida bo'lishi mumkin. Duvaldardı dekoratsiyalab, түрдүү qilib jasalg'alab qo'yishgan. Sebebi elder anın артында hech narsa yo'q deb o'ylasin deshgan. Tutanxamonning maqbarasi 3 o'lchamdagi lazer radar yordamida tekshirib chiqishdi. Bu moslamani o'ziga xosligi bo'yalgan, suvoq qilingan to'smalar ortini ham ko'rsatib beradi. Hozircha Nefertet dafn etilgan yerini topildi deb aytishga erta deyishmoqda. Biroq mutaxassislar devor ortida katta buyum bor ekanini aniqlashdi. Misr hukumatining yaqin kunlarda sodir etilgan siyosiy tartibsizliklardan keyin sayyohlar tarmog'i to'xtab qolgani o'yga solmoqda. Bu bo'yicha o'lkaning turizm ministrligi monitoring olib bordi. Turizmni qayrajanlandırуу үчүн болгон күч аракетимди жумшаймын. Биринчилерден болуп Британиялык рынокто мейманканалардагы көйгөйлөрдү чечүүдөн баштайбыз. Декабрь айына барып туризм тармагы калыбына түшөт деп ишенем. Кийинки жылга жаңы дем күч менен киришебиз. Agarda Nefertitining maqbarasi topilsa, bu arxeologiya tarixida katta yangilik bo'ladi. Bu ham bo'lsa sayyohlarni yana o'ziga jalb eta boshlaydi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz hozircha shulardan iborat edi.
Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr. Intimatni kuzatib boring. Assalomu alaykum. 2 oktyabrga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Qirg'iz gidrometrining bergan ma'lumotiga ko'ra, ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati Chuy oblastida kechasi 4-9, kunduzi esa 20-25 daraja iliq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 1-6, kunduzi esa 20-25 daraja. Issiqko'l oblastida kechasi 1-6, kunduzi esa 13-18 daraja. Norin oblastida kechasi -2-3, kunduzi esa 18-23 daraja. Vatken oblastida kechasi 7-12, kunduzi 21-26 daraja. Jalolobod oblastida kechasi 7-12 bo'lsa, kunduzi esa 22-27 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 7-12, kunduzi esa 22-27 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 6-8 bo'lsa, kunduzi esa 22-24 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda ham ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 9-10 bo'lsa, kunduzi esa 25-27 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sizlar ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishdingiz. Sizlar bilan Sitora Absattarova bo'ldi. Salomat bo'ling.